Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Dana White MMAdan zerikdi. Ortiq bu sport unga qiziq emas. Israel Adesanya shunday fikr bildirdi. Sobiq UFC chempioni Israel Adesanya juda qiziq fikr bildirdi. Uning aytishicha, Dana White endi MMAdan oldingidek zavq olmayotganini va e'tiborni boksga qaratganini aytdi. Bir necha yildan keyin hammasi zerikarli bo'lib qoladi. Shuning uchun yangilik kerak. Shuning uchun ular Zuf boksni boshlamoqchi. UFC jang sportlari uchun xuddi NFL yoki NBA kabi liga bo'lib qoladi. Uning fikricha, Dana avval bu ishni chaqiriq va raqobat uchun qilgan. Ammo hozir UFC allaqachon cho'qqiga chiqqan. Shuning uchun Dana yangi chaqiriqni boksda qoldirmoqda. Adesanyaning bu gaplari muxlislarning orasida katta bahsga sabab bo'ldi. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Dana White rostdan ham boksga o'tib ketmoqdami? O'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Shohjahon Ergashev intervyu berdi. Videoni ko'rishingiz mumkin. Hozir 10 yoshingizga qaytib qolsangiz yana boks tanlagan bo'lardingiz? 10 yoshimga qaytib qolsam, men o'z boks 4-sinfda boshlaganman. Yo'q, boks tanlamagan bo'lardim. Chunki boksda topgan narsalarimni hayotda ko'proq narsani yo'qotdim boksda deb. Boks tanlamagan bo'lardim. Lekin o'zim uchun trenirovka qilgan bo'lardim. Shug'ullangan bo'lardim o'zim uchun. Lekin boks tanlamagan bo'lardim. Asosiy xabar: Hamza Chimayev fizik holatini yaxshilash uchun tiklanish jarayonini o'tamoqda. Hamzatga hozirda raqib tanlanmoqda. Matchmakerlar uning jangini yaqin orada e'lon qilishi mumkin. Hamza Chimayevga omad tilab qolamiz do'stlar. Looks like I'm fucked super. Everybody heavyweight. Have you seen Willy Wonka? Yeah. You're going to be a blueberry. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 5-mart kuni Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi kassatsiya instansiyasida Shahzod Gold Uzoqovning sudi bo'lib o'tdi. Biz ushbu sud majlisida Shahzod Uzoqovning qonuniy huquq-manfaatlarini himoya qilib ishtirok etdik va ushbu sudga o'zimizni keltirilgan protest bo'yicha vajlarimizni taqdim etdik. Sud tomonidan biz vajlarimiz o'rganib chiqilishi yuzasidan bizga ma'lumot berilib, sud majlisi 12-mart kuniga qoldirildi. Bizni kuzatishda davom eting. Ushbu sud ishi bo'yicha yakuniy ma'lumotlarni 12-mart kuni taqdim qilamiz. Duoda bo'lib turasizlar. Barchalaringga Ramazon oyi muborak bo'lsin.